standart razmerdan katta bo'lgan. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xo'p, mana navbatdagi darvozamiz Turban High-Tech deydi. Svarka bo'lish jarayoni. Xo'p, tiyagalarni yopishtirib bo'ldik. Bu darvozamiz boshqa darvozalarga qaraganda ajralib turadigan qismlardan biri. Xo'p, tiyagamiz standart razmerdan katta bo'lgan. Общий 7 cm. Profillari 10/5 profil. Sharner tomonimiz 2.8, qolgan tomonlar 2lik stenada bo'lgan. Xo'p, lislarimiz 1.8 pelesovvoy bo'ladi. Двойной shumka bo'ladi. Tagi, tepasi qubbanichiga ham, tagiga ham shumka qilinadi, o'rtasiga stiklamata bo'ladi. Xo'p, yana bitta ajralib turadigan tomoni, ustiga обычный 15lik truba ishlatiladi. Biz 25lik truba qo'yamiz. Qo'ygan jarayonimizni ham ko'rsatib o'tamiz. Inshaalloh. Liniyalariga baho berib qo'yasizlar. Pulni hammasi metrga olingan. Xo'p, ishonmaganlar uchun